Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu joyimizda ham tunikabond ishlarini o'tkazib berdik. Bu joyimiz o'zimizning mahallada, ya'ni Qo'qonda bo'ldi. Darvozaxonamizga oq rangga mokri rangdan foydalanib, o'rtalariga esa nerjvinkali tilla rangdan foydalandik. Chetlarini naqshli variant qilib, o'rtadagi svet atrofini esa hozirgi kundagi trendda bo'lib turgan kosmoslarimizni o'rnashtirib berganmiz. Oldi, ya'ni kazrok qismlariga esa oppoq rangdan foydalangan holatda, go'zal holatda qilib bitkazib berganmiz. Ushbu joyimizda jami $2800 ga barcha mahsulot ichida qilib bitkazib berdik. Uyning egalari faqat oziq-ovqatini qilib berishdi. Kimga shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, pastdan uni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz yoqsa, albatta like bosib, ushbu videoni tunikafon qildirmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Barchaga rahmat, sog' salomat bo'ling.